Bitta haqiqatni tan olish kerak-da. Doppler Pro Wi-Fi to'g'rida radar bor. O, anta ishlab turibdi. Hozir shuni ko'ramiz. Hikvision. Hikvision dedi. Bittada Hikvision dedi. Gersini ko'rsatib turibdi. Qarasanglarchi mana. Chastotani ko'rsatib turibdi. Hikvision deyapti. Endi qarab turing, o'chirib turamiz. Молодец, top Hikvisionni. Endi Neolanga hozir navbatni beramiz. Qani nima der ekan? Hikvision deydimi yo'qmi? Ko'ramiz. Deteksiya qiziq-da bizga bolalar, deteksiya qiziq. Hop, yondi. Hikvision. O, Hikvision dedi. To'g'ri aytdi Hikvision deb. Signal qaranglar, bir bo'lib turibdi. Zo'rg'a ushab turibdi, zo'rg'a. Bo'lmasam, uzoqligi bir 200 metr chiqadi chiqsa maksimum. Bu mana maksimumga turibdi, qizil bo'lib. Endi qaranglar, gapimda emas, men boshqa narsani ko'rmoqchiman. Ushyapti, mayli, xo'p. Endi qaranglar, hozir men GPS uzib qo'yganman-da. Men GPS hozir GPS beraman bunga. Bo'ldi, hozir GPS topadi. Topdi, qaranglar. Bazadan lochin dotda. Ko'rdinglarmi? Lochin yozyapti-da bazadan. Ko'rdinglarmi? GPS aktivni. O'chirib boqamiz. Qarab turinglar. Bazadan lochin degan yozuv chiqadi. Lochin dedi-da, keyin lochin deb deteksiya qiladi. Qarab turinglar. Qarab turinglar, e'tibor bering, diqqat bilan. GPS ulandi. Lochin. Xo'p. Nima ekan deteksiya, lochinmi ekan deteksiya? Nimaga Hikvision dotida boya unda? Kamera 60. Nimaga boya Hikvision dotida boya? Nimaga endi lochin deyapti? GPS bazadan lochin deyapti. GPS bazadan. Bu Hikvision turibdi mana, XV. Mana radar. Bolalar, mana ham radarga. Men yana sizlarga tushuntiraman mohiyatini. Ko'rasizlarmi? Ko'rdinglar-a? Mash radarga Hikvision deyapti-da, GPS ketib qolsa. GPS kelsa, bazadan lochin deyapti, keyin yana lochinib yordam beryapti. GPS bazaga tayanib lochin deyapti. Neoline shunaqa mahoratlari borligini bilmagan ekanman. Sizlar ham bilib olishingiz kerak bu narsani, обязательно. Mana bu Hikvision deyapti mana. Ko'rasizlarmi? Bolalar, bunaqa emas-da. Halol bo'linglar, Lochin. Mana yana lochin deyapti. Qo'ysanglar-chi, uyat kerak.